Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana Xudo xolasa, hop 12-avgust soatimiz 6:30. Xudo xolasa, hop Namanganga yana bir ishimizni o'rnatib berdik. Bular oldin ukolog olishganda faqat 4:30 ga 2:30 holat olishganda, keyin joyimizni bir yo'li to'ldirib bering dedi. Joyini shunga moslab to'ldirib berdik, yana bu yog'iga qo'shib berdik. Hop 4 ta mini, bitta uguldan qo'shib berdik. Bolishlarni ko'paytirib, xudo xolisa bitta jurnalist bilan qo'shib berdik yoniga. Joyini ko'rishingiz mumkin. Bemalol 20 ta, 25 ta odam sig'oradigan katta ish bo'ldi. Materiallari bunimizni esinglarda bo'lsa, bonusga bitta taburetka narxini 5,5 million so'm qilib belgilab qo'ydik. Xuddi shu ukologimizni olishdi, faqat olib kelib o'rnatganimizdan keyin qolganini ham qo'shib bering, yana joyimizni bir yo'li kengaytirib katta qilib bering dedi. Xuddi shunaqa qilib aytgandek qilib xudo xolisa o'rnatib berdik. Hozir bu razmerimiz tepa tomon 4 metr. Bu yog'i 4.30, bu tomoni ham o'ttashinaqa 4.30. Taburetkasini qo'shganimiz yo'q, shu 4 ta holatda. O'zi 2 ta oshchasi bor ekan. Belki 2 dona yetadi dedi. Xizmatda odam o'tirib turadi. Hop jurnalning stollari ham mana ko'rishingiz mumkin. 6 oylik. Keyin avvalni qilib ichkariga avvalni qilib ishlanganligi uchun bunaqa holatlarda ham bemalol kelgan mehmon kirib chiqaveradi, oyog'i tegib qolmaydi. Oyog'i tegib, tizzasi tegib shunaqa bo'lib qolmaydi. Hop. Materiallari teddiy material ko'rishingiz mumkin. Ichlari 100% sasno yog'och, pampers, prujina, xudo xolisa garantiyalari bor. 5 yilgacha garantiya beramiz, xudo xolisa inshaalloh. O'ta chiroyli tushdi. Uyning ichiga ham masalan aboylariga o'ta go'zal holatda tushdi. Pardalari ham shunga moslangan maloshniy ekan. Xudo xolisa o'ta go'zal holatda tushdi. Kimga shunaqa sifatli hamyonbop ukologlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narxini aytib o'tamiz. Hop, shu turishi 10,5 million so'mga bo'ldi. Qolgan keyingi qo'shganlarimizni 5 million so'mga qo'shib berdik. Biz 5,5 million so'mga ukologimizni 4.30 ga 2.30 holatini belgilab qo'ydik. Bu bonusini qilib, endi bu holati bilan 10,5 million so'mga qilib berdik. Xudo xolisa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.